Bugun 3-kun. Assalomu alaykum hammaga. Kechagi 11 kilometrdan keyin oyoqda kuchli og'riqlar paydo bo'ldi. Hozir 10 tiza va 10 oyoqning tek qismi, yon qismlarida shu darajadagi og'riq cho'loqlanib yuribman. Menimcha eng qiyini bugundan boshlansa kerak. Kachok bola menimcha uxlab qoldilar. Yossam javob kelmadi ulardan. Xo'p. Ahvolim qay darajada og'irligini ko'rsatishga harakat qilaman. Bunaqa nima ko'ryaptimi yo'qmi? Ishqilib cho'loqlanib yuguryapman chunki tekis yugurishga og'riq yo'l qo'ymayapti. Endi bu narsa solcha ochko ishlashmas, o'zim mana qay darajada qiyinchilikdan o'tayotganimni ko'rsatishmas. Mabodo mana shunaqa challenge'larni qilmoqchi bo'lgan bir birodar shunaqa holatga tushsa, bitta oltin qoida bor. Hech narsa seni sog'lig'ingdan afzal emas. Bu yerda hozirgi og'riqlar bilib turibman, mushina og'rig'i. Lekin bo'g'imda, misol tiza bo'g'imi yoki shu tovoq bo'g'imida rost mana bir notabiiy og'riqlar paydo bo'lishni boshlasa, buni holatlarda to'xtatgan yaxshi, chunki u yo'qotilgan sog'liq keyin qaytib kelmaydi. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Hop, 3-kunga ertalabki yugurishim tugadi, o'z nihoyasiga yetdi. Kecha ish jarayonini videoga olish vashshe esga kelmabdi. Qanaqadir kun bo'yi o'zi zo'rg'a yurdim, ochig'ini aytadigan bo'lsam, chunki oyoq orib ketdi. Krossovkaga kelsak, krossovka bilmayman. Endi oyoqdagi og'riqlar sababli hozir buni farqlab bo'lmayapti. Atak yaxshi. Nima desa bo'ladi? Bilinyapti yugurish uchun chiqarilgan krossovkaligi. Xudo xolisa kech payt agar kachok bola chiqsa, u bilan yana video qilishga harakat qilib ko'raman. Hozircha uyga yalang'oq oyoq ketmoqchiman. Oyoqlar shunaqa qiynalib ketdi. Kuzatib turganlarga rahmat. Like, podpiska, kommentariy yozish esingizdan chiqmasa, kuninglar yaxshi o'tsin. Xayr. Mahallamiz ayollariga kattakon hurmat. 3-ish kuni boshlandi. 2-kungini videoga olish esdan chiqibdi. Hop, biz yasagan mana bunaqa stillash. Buni bu yoqda yasalyapti, bu yoqga ham mana yasadik. Bugun endi bularni tugatsak, keyin bo'yashimiz kerak. 4 5 7 12 Davay 16 23 24 27 31 gap yo'q lekin. Yoshingiz necha deydi? Gapingiz boshidan ayting. Yo'q, bu esdalik-ku baribir muhrlashimiz. Men hozir ishtazidan cho'loqlarni yuribman. Bular aytibdilar, evlasang yugur, bo'lmasa bitta joyini qis dedilar. Anaqada turgan kimi beliga? Javoni. Gapir. Bir haftadan keyin nima dedingiz gapiringiz? Bir haftami, 2 haftami sen vasстановление qilishing 3 oy kerak-ku hali. Xo'p, men tiklan bo'ldim, keyin bir haftalik 100 kilometr yuguramiz. Ha, ikkalamiz baravar yuguramiz. Xo'p, Men ham senga o'xshab cho'loqlarni kimdan ko'raman? nimadan o'ynaymiz uni? Nima? Men yugurib bersam nima? Sen yutqizgan bo'lasan? Yo, o'tda hozir qarang, kim birinchi yugurishmi yo? Yo'q, men 100 kilometr mana shunaqa bir hafta yugurib, senga o'xshab cho'loqlanmasdan yurishim degan. Sen 3 kun yugurib hozir 500 ming beraman cho'loqlanmay yursangiz agar. tekinga yugurib beraman 500 mingdan. Yo'q, mana mart bo'lib aytasiz. Birga ishlamaymiz-ku u vaqt. 500 ming beraman. 500 ming.
qoldilar birodar. Endi uy shu, uni qil, buni qil, shu bilan. Deyimsiz. Yosh kachok bola, shi Endi formalar ha. endi inshaalloh. Turing. Ha biz yugurgiga Turing. Daraxtlarni kesib qo'ymizmi? sen baribir Rahimbek endi bo'la olmas ekansan, u opalaring aytdi-yu. Eyvallah. Biringizni ham kech keldilar. Reliflar yaxshi ko'rinmaydi endi. Birinchidan ishda polni cho'loqlarni yurdim. 10 oyoq mashina yoryapti. Aynan ham tek qismlari har bitta barmoni. Ikkinchidan krossovkalar уже siqishni boshladi. Oyoqlaringizgina ishib ketgani hisobiga. Короче, kachok bola hozir o'zini ayamadi-da. Video. Hamidxon qalay? Assalomu Va alaykum assalom. Charchaysizmi? Assalomu alaykum akajonlar. So'rash. Rukizan aytib, paymi Bo'ldi, пожалуйста. akasidan kamera savizdi. Qarang, Kamera. videoni yoqdi-da, siz bilan men yugurganimni. Sekundamerda to'g'irlab, buniki bilan solishtirdik. Короче, bu ham hozir mamti bolalar bilan poyga o'ynadi. Bir xil chiqdi. Endi siz tapichkada yugurmasangiz kerak hozir. Men yugurishga. Sani orzularing barbod bo'ldi. Yugurishni xayol yuradi. O'zi chiqardi. O'zim ham hozir bir Yugurish xayolimcha. 5 kilometr, 5,5 kilometr masofani bitta oyoqda cho'loqlanib zo'r yugurdim. So'kurmalaring. Ketamizmi biz? Ertaga надо работать. Qorinli qo'yib yuborgansiz-a уже. Shu sandan 20 kilo og'ir vesda, hozir Qatti 22 kilosiz? 87. 87. Men 75 manda hozir o'rtacha. Qisqasi vizov tashadilar 60 metrga kim tez yugurish. Unga tashiyman biz. Odam yuguruvchi bo'lib tug'iladi dedilar. Anu maktab yoshlarida rosa olimpiadalarda yutgan ekanlar. Hozir ham yutib qo'yveraman kerak. O'shanga hozir yugurmoqchimiz 60 metrga kim tez. Ketishimni ko'rmoqchiman degan. Qancha qolib ketishimni ko'rmoqchiman. Juda qiziq bo'lyapti lekin. Bu yoqda mana 60 metrlik finish. Razminka qilib olganlari yo'q lekin. Hozir yugursak kerak. Finish mana shu chizuq. Bu o'lganlar. Gap yo'q lekin. Gap yo'q. Yurganman.